أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 65. ayet var. Şimdi Allah Teala Bani İsrail ıhtap kılıtıdır. Nimetlerini birbirlep bayan kıldı. Terhip kıldı. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ sizler bildinler, bilip buldunlar, araftum. فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٌ واحد. Araftum diyen ma'noda olgandiken, ma'nosini mandalikni bilding degan bo'lmagandikan bu. Tunudinglar, tushunib yetdinglar, bildinglar degan ma'noda olan bir maf'ul. Alime asli ikki maf'ul. İki maf'ulga mutaddi bo'ldi. Arifi ma'no so'g'an olsun bir maf'ul. Bir ma'no. Ma'nosini mandalikni bildi deb kildi qo'y masalan. Ta'lam annahu la ilaha illallah degandek. Va alamu annalloha ala kulli shay'in qodir degandek. O ikki maf'ul. Ma'noda tunush, tushunib yetishgan ma'no. Nimani tushundinglar, nimani bildinglar? Ellezina atadaw minkum fis-sabt. Sizlardan shanba kun masalasida, yakshanba kunda Allohning belgilagan hududlardan tajovuz qilganlarni. Va masdar sabatatil yahudu idza azzamat yawm as-sabt. Sabt degan nima? Sabata sabtun degandek. Yahudilar shanba kunni ulug'laydi degandan kelgan narsa. Va qad atadaw fihi. Yahudilar shu shanba kunda Allah'ın belgeleyen çek-çegirisini tecavüz kılgan. Ey cavazu ma hudda lahum fihi min at-tecerrud lil-ibade ve ta'zimihi. Şu kunda tuluq ibadetlam qilish, uni ulug'lash deb belgilab qo'ysa, ular chekdan eshib, o ulash bilan mashg'ul bo'ldi dedi. Ve zalika bunun bayoni qanday bo'lsa, annalloh taala nahahum an yasilu fis-sabt. Shanba kuni olmonlar dedi. Thumma talahum andiki ularni sinidi. فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت. حوت يمشي بلق. Çoğun olsun küçük olsun şu kitlehan ne kadar ha. Balıklan buldukyan şembe günü de denizden ağzının uçunu çıkardıkken. Demek yani olsam onu ben teyya digende görünüp durdukken de. Feyda mada teferrakas. Şembe gün şunda ötep etkenlik kıllam hemmisi sonra içe gittikken yok olup gittikken. Fehafaru hiyadan. Şulan bular ile işiltep denizga yaqin yerda denizning qirg'og'ida kichik ko'lchaklarni ko'labdi. Va sharau ilayhal jadawil. Uningga eriq qilib suv boshlab qo'yibdi. Denizning suyini aniq eriqdan boshlab qo'yibdi. Fakanatul hitan tadkhulaha yawm as-sabt. Demak, beliqlar shanba kuni paydo bo'lgan chaqda su orqali kichik ko'lchaklarga tushdi ekan. Li'annaha min as-sayd. Chunki u kunda hech kim o'g'ilmaydi, bilib bizni tutmaydi deb tushungan ekan beliqlar. Xotirjam kirdi ekan. وكانوا يسدون مشارعها من البحر. Denizden aşınınğa kirdiğan cayını, egizlerini bula qaçı tosu oldu ekende. Belik çırpıgan eken, qaçı itib oldu eken. İtib oldu eken, beliklar şu kölçeklerge solinip kaldı. Bu yerde belik jığılıp tursa, yevmul ahad, yakşam günü onu şu kölçeke dilam tutib oldu eken. فَذَلِكَ الْحَبْسُ فِي الْحِيَادِ وَاعْتِدَاؤُهُمْ. Demek aş kölçeklerge suluvağını, aş beliklerini, ularınki tecavüz kıyağını. Aslında şu suluğun tutması gerekti. Şembe günde tutmanlar, olmanlar dedik. Şunda tecavüz kıptı, biz ulağa kunu qiradatan khasiin. Yo'qlab ketadigan, ko'zdan yo'qoladigan, gumrohlik o'zlanadigan maymunlar bo'lib ketinglar dedik deydi. Demak shunda buyruq qildi. Shunda bo'lib ketdi bular. Maymunlarga aylanib ketdi. Xabar kan qiradatan khasiin degine kanning xabari. Kunu sizlar degine ismi bo'lsa qiradatan khasiin xabari. Khasiin sifati qiradatan. Ay kunu jami'ina baynal qirdiyati val husu. Yani yo'qolish bilan billa maymunlik sifatini ikkisini jamlanglar. Va huwa sagar va tard. Husu degan nima esa? Xarliq va qo'g'landilik. Ihsa degan yo'qlar degandek. İhsa ya aduvallah deymiz o. Yo'qlar Allohning dushmani. Demak, o'sha xasi degan xar va qo'llandilardan bo'lib ketgan Allohning rahmatidan qo'llanganlardan bo'lib ketganlar demoqchi. Faj'alnaha yani al-masaha. Shunlar kuni qiradatan xasin dedi. Ular aynan maymun bo'lib ketdi. Ama andin biz ashu maymunga o'zgarib ketganlarni masaha degan surati mubaddal bo'lib ketganlar. Anda surati almishib ketish mushu ishini nakal qildik dedi. Bir azob qildik ularga. Azapta ibaret bir iş oldu bular. Nekal degan ibrat deb asli azab degan bo'lsin, ama imtina degan bo'ldi. Ibratan tankilu man i'tabara biha ay tamna'u. Demak, bu to'sash ma'nosi bor nekal degan. Qasam qilmay
turasımı nekelanil yemin deymiz go. Şu imtina qilib turgan. Demek bu nekal deb atashda qanday ise shunda bir ibrat qildikki, mushi ibrat orqali mushiningdan ibrat oladigan kishilar anda chetaq ishni qilmay o'zini tutib oldi. Demek ibrat bo'ladigan bir ish qildik uni, jazo qildik. Lima bayna yadayha, bayna yadaygan oldidikilar. Oldidikilar ilgirkilar va ma xalfaha undan keyinkilar. وما بعدها من الأمم والقرون لأن مسatuhum ذكرت في كتب الأولين. Demek aşularını muşu çoşkuğa aylandırıtıştan boğan ibaret olan muşu azapını aş kavmden ilgirikilerge mi ibret kıldık? Kiyinkilerge mi ibret kıldık? Mesela biz kiyinkiler bizge ibret kıldık. Ondan ilgirikilerge mi ibret kıldık? Kanda bundan ki munda. Dedi aşılığalı kilidi Allah Teala onunla çoşkuğa aylandırıtı dep aldın ulağımı ibret berip boğan. Keyin andan bular keldi. Demek bular o'ttirga keldi. Ilgirkiligimi ibrat oldi, keyingilarga ibrat oldi demoqchi. Demek ilgirkilarning kitoblarida bayon qilingan bu ish. Fa'tabaru biha wa i'tabara biha man balagathum min al-akhirin. Ilgirkilarmi ibrat olgan. Keyin bunda bir ish bo'ldi ekan, biz diqqat qildik degan tariqada. Endi keyingilarmi ibrat oldi. Ashulaga o'xshash bo'lib qolmaylar, ashul duchar bo'lgan azob uchirmaylar deb. Yani bu surat-ı mubaddal ne? Bazı alimler ya bu surat-ı mubaddal hakiki bo'lmagan, dili shunda maymunninkidek bo'lgan, ishki ma'naviy dunyosi shunda bo'lgan deb qaraydi. Bazılar surat-ı hakiki bo'lgan. Ana bu surat-ı mubaddal bo'lganlar nesillanmaydi degan hadis bor. Yani bunun nesil var-o deb qaraydi. Desa ya şu surat-ı mubaddal bo'lganlar ashular keyin nesillanmasa bo'lib tugagan. Bundan boshqalar yani Bani Isroildan davomlashgan deb bunda qaraydi Allah. Yani muşu ümmette, İslam ümmetide surat-ı mubaddal buluş azabı bulamdı bulmadı. Bazı alimler bulmayı deydi, bazı alimler buludu. Çünkü Resulullah'ın hadisinde sevkunu fi ümmeti hasfun ve meshun. Yani meshun ve hasfun da buldu. Yani bek çekide eşep, muşulardaki tecavüz kıldığında çıkıp kalsa surat-ı mubaddal buludu. 50. yıllarda, 60. yıllarda Huten'de ölümalı azaba gen tutib turma usullab bundan asnaji degan bir saqchi o'tib chiqqan. Shuni o'lgan chaqda ahli ilmga ulamalarga qattiq azaba kelgan. O'lish oldida yani 3-4 kun, bir necha kun surati shu cho'shqining suratiga o'xshab, matumishga uzrib bunda bo'lib chiqqan. Oilasidagilar uni sirtga chiqarmay, adamni kirgizmay, shunda biqib keyin yerlikda qo'yib chiqqan. Shu voqeani yashaganlar deb bergan. Surat-ı mubaddal bo'ldi. Allah Teala'nın çekçilisinin eşi fevkalade naçarlaşıp ketken bolsa, cinayetleri pek ağır olup geçse, Allah Teala onun surat-ı mubaddal kılası kılır. Daha olsa uçaktaki konunki Bani İsrail'in hemmisini surat-ı mubaddal kılmayı kimlerin de kısa? Aşı i'tida qilganlarni. Mesela bir şah, şu qariya olsa, bir şahda aşında ustunlik qilib bular baliq tutgan. Birisi bir günah çıkarıp baksan sanın doğrap, aşında muduğanma. Lekin bir kısım hak tutulan kişiler, bunda kılmanlar, bunda iyile işletmenler, bu Allah Teala'nın şeriatıyla oynayışıyor, Allah'ın göllerini başlar dese onu mu? Şu an lima ta'izuna kavmen Allahu muhlikuhum ve mu'adibuhum azaben şedide. Tosumu unumaganda. Dağın iken bu işte şunun tusa ayında maymunluğa aylanıp ketdi. Aylanıp ketken gün şunda bizden öyle geçirip qarasa, aş tanıydığı adam maymun. Yani biz ayal falan hanım maymun. Ayran qalan yaptı bu. Şundan bu yüz vergen Allah'ın azabı. Uluma özü bildi o maymun bulup ketkenler şu özünün bunda. Surat-ı mubaddal ve ketken uxlab. İşki jihatınca özü şu anda. Surat-ı maymun bo'lganlar. Bular odatda masx olsa surat mubaddal bo'lib nesillangan qavm yo'q degan hadis var. Çünkü bu nesillerine öz eciller şu nesil ömürge özkerep tüyep ketken. Ama davamlaşkanlar o masih bulmaganlar hep kırıldı. Fecalnaha biz aşu surat mubaddal kılışına bir ibret aldığına azap kıldık. Bu ibret ilgiri kelam alıyordu bundan, keyin kelam ibret alıyordu. Ve mev'idatan lil muttaqin. Takvadarlar üçün nasihat kıldık. Ellezine nehevhum anil i'tidamana. Aşularını bunda kılmanlar, tecavüz kılmanlar dep toskan muttaqiler üçün eslitiş oldu. Onun imanı tekmi küçüydü de, mana ras biz to'g'ri nima qilganmiz, Alloh taolaning shu nima qilgani bizga to'g'ri ekan deb iymon texmi kuchayib, qalbi texmi taskin topib, undan keyin texmi unda ishni qat'iy yo'l qilib qolmaslik uchun vaz nasihat bo'ldi Allohimiz. Demak, shu qavmning yaxshi kishilarga nisbatan ulardan bir atida sodir bo'lib qolmaslik uchun vaz nasihat bo'ldi dedi. Yoki mushu voqeani anglagan har bir muttaqi uchun
Lil muttaqin yani umum. Hatta bizler mi? Biz şunu alsak bizim için müvez nasihat buldu. Yani Allah'ın çekçeği tecavüz kılmayla degence. Ve iz qala Musa li qavmihi yani eslanlar ki Musa öz kavmiga bunda degenti. Ve iz yani vezkuru iz qala. Vezkuru ni'metiyelleti diyen şu vezkuruga matuf hazır. Eslanlar ki Musa kavmiga muşunda degenti. Şu vaqtni eslanlar. Ve o matufun ala ni'metihim. Fi qawli vezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum. Kendi qala uzkuru zaka vezkuru iz qala. Aş nimetlerini eslanlar. Musa bunda degen çağdımı eslanlar. Ve kezalike hada fi zuruf allati madat ay uzkuru ni'meti vezkuru vaqta inja'ina iyyakum. Ve aşu ve iz kagen nazır 6-7 ayet ağı. Aşın hemmesi şunda. Hemmesi vezkuru ni'metiga matuf aş. Yani sizlarni biz qutqizga vaqtimizda eslanlar. Vezkuru vaqta faraqna denizini sizga ayırıp yol içip bergen vaqtimizda eslanlar. Nimetimni eslanlar. Vezkuru vaqta istisqa Musa rabbahu liqavmihi. Musa Parvardigardan qavmi uchun sug'urishni talab qilgan chaqni eslanlar. والظروف التي تأتي إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه والظروف التي تأتي bundan keyingi zuruflar shunda zuruf degan shu ya'ni vaqtni demoqchi va ibtala deganga qadar shu uzkuruga chetishliqmi shu masala yahudiylar aqlan to'xtalgandek shular bilan xitob qilayotgandek ay ibrohim ashunda sinalgan chaqni aslanlar shu qadar bani isroil qaratib turibdi innalloha ya'murukum yani Musa'nın dedi Allah sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi dedi. Mufassirlar dedi avval qissa muakhkharun fi tilava. Bu qissaning voqealigining bosh tarafi oyatda tilovat qilinishidan keyinga keltirilgan. Keyingi jarayoni boshga keltirilgan edi. 5 qasida va id qataltum nafsan faddaratum fiha. Siz bir odamni o'ttirib bir-biringizga döngashgan tonglar shu vaqtda eslanlar. Döngishib bunda voqea bo'lgan ekan, ondan biz Musa alayhisalom orqali kala bo'g'izlanlar dedik. Kala bo'g'izlashga buyurdik. Yani shu qotilni tepish uchun kala bo'g'izlashga buyurdik. Mana asli voqea bir odam o'tgan voqea. Keyin ondan kala o'tirishga buyurdi. Demak, tilovat jihatdan 5 keyin keldik, oxiri bosh keldi. Ve derken rajulan musiran ismuhu Amil. Bunun bayanı bunda. Amil isimli bir kişi, bay kişi iken, tağısının balları bunu pul, mal dünyasını miras edip erişiş için öttürüldü iken. Ve tarahuhu ala bab Medine. Şehir darvasının aldığı taşlap koydu kendisini. Taşlayıp thumma ca'u yutalibuna bidiyeti. Ondan kaççıda bunun kanını, kan tölümünü talep kılıp bu üleginin ilgileri olup, davaga olup bizden bir nevre akimizni öttürü tuttu birisi. Öttegelini tutup biranla, tep biranla, bizi tölüm biranla dep dava. Öten gülüdür. Güzel. Fe'amarahullah yezbahu bakaratan. Şunu olayım da Allah Teala ulanı, hakikatini ispaslaş için size bir kala bo'g'izlanlar deb buyurdi. Kala bo'g'izlar va yadribuhu bi ba'diha. Ash o'lakni ash kalining parchasi bilan urishga buyurdi. Uğanıgın qanday olmoqchi? Liyahya fa yukhbirahum bi qatilihi. O'lak tirilib qopab, meni falan o'tgan deb xabar berish uchun. Buyruqlar şu taldırgı zaten. Bani İsrail'in bir şah olgan ekan, bu bir vaqa oldu. Adam o'tirish jinoyati. Bunun da şehir başlığı var, qazili var, sotli var, saksıları var. Bunu aydınlaştıramay hazır. Bu enzini tapanmay kılıdı. Hani ki emin siz dava qilib chiqdinglar, ma'qul. Davasa Bani İsrail sizlar kaldım birini o'tiringlar. Endi bu dava aydınlaşadi deb qo'ydi. Qalu atattakhiduna huzwa? Bizni masxara qilyapsan, zanglik qilyapsan. Nima deganing bu? Deyishdi. Ha. Peygamberga gitti ama. Atajaluna makan haz'in aw ahli haz'in bizni masxara o'rni qilamsa, zanglik qilish obyekt qilib qo'yamsa bizni. Evvel haz'u nafsuhu li fartil istihza. Yoki bizni shunda mazaq qilamsa, mazaqning o'zi demoqchi ekan, ha? Yani bu masxarani kuchli qilib ketib, xuddi ashularni shu masxaraning o'zi qilayotgandek, ha? Haz'un bi sukun zay vel hamza hamza. Huz'a debdi. Huzwa deganni huz'a deb o'qitma. Hamza degan qori shunda qiraq. قالوا أتتخذنا هزءا وبضمتين والواو حفص هزوا هانما بشقطو زانما بشقطو عندهم واو اختو هزوا وغيرهما بالتثقيل والهمزة هزؤا هزؤا تبع عندك هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نضلادم بلاب قلشتن الله تن پنالق تليمان
El-iyad ve liyad min vadin vahid. İyad bilen liyad ikkisi tegi bir deydi. Bu istiqaqil kebir. Li'annal huz'a yoki haz'a fi misli haza min babil jahl ve safa. Çünkü bunda ahvolda bir adam o'lgan voqea, qatilni aydonlashtirgan bir mazaq qilib, chaqchaq qilib o'tiradigan nadan ahmaq yoki aqli joyida emas odamning qildigan shu ekan. Men bunda nadonlarni bilib qo'yishdan falatilayman dedi. Ve fihi ta'ridun bihim. Yani bunun da ağlı qarta daritmi var. Yani sizlar hazır cahillar sizlar. Bunda ahvalda çaqchaq qilding deb turvagan bo'lgandikan, sizlar jahillar. Ey antum jahilun hayta nasabtumuni ila al-istizam. Meni masxir qilyapti deganlikinglar mush o'zingning nadonliginglar. Hozirgi vaziyat mazaq qilib o'tirgan vaziyatmi bu? Adam o'tgan ahvolmi? Qalu lana rabbaka bayyana mahi. Bu ya şu ölgüsünün tuqqanlar deydi. Yoki shuni aniqlamoqchi bo'lgan hukumat deydi. Shu shahar xalqi. Nima debdi? Unda sen Parvardigorning yana duo qilib, so'rab, bizga uning nimaligini deb bergan. Yani bir kala dedi. Kala desa kala degani uqta bo'lar. Lekin nimaligini deb turadi. Xuddi uqmon bo'ladi. Sualun an haliha wa sifatiha. Demak, hozirgi bu savol uning ahvolini, sifatini so'raydi, mohiyatini emas. Yani kala degani tushundi bo'lar. Lekin qanday kala demakchi. Li'annahum kanu alimina bi mahiyatiha. Mahiyat degan ashun nimaligi? Nima u degan savolga javob bo'ldig'ini mahiyat. Erchi mahiyat deymiz-ku? Mahiyat. U nima degan bo'ldi? Mahiyat degan shu nimaligi. Buning nimaligini bildi. Nima? Kala. Lekin bu kala qanday kala? Mush qandaligini bir deb paslar degan taraf. Li'anna ma wa in kana su'alan 'anil jins, ana mishad ma degan so'z bu cinsdan so'ralgan, yani mahiyatdan so'ralgan. Nima bu? Kalimo yoki qo'ymo yoki boshqa pulmo degandek. Bo'simi? Va kayfa anil wasf. Ani kayf degan bo'lsa bu sifatdan so'ralgan bo'ldi. Yubayyana kayfa haluhu degandek, ha? Kayfa sifatuhu degan bo'lsa bu sifatdan so'ralgan bo'ldi. Lakin qad taqaw ma mawqi'a kayfa. Lekin ba'zida ma kayfaning o'rnida keldigan ahvollar bor. Mishal shunday keldi. Va dalika annahum ta'ajjabu min maytatin yudrabu bi ba'daha mayitun fayahya. Çünkü bular ya da bir ölegnasininki parçasıyla usa o'g'achi tirilib qoldi. Bu mundamish filamda deb ajablandi dedi. Fasalu an sifati tilkal baqaratul ajibat shan. Ölegini tirildiradigan bunda bir kala qanda sifat kala bu. Sifatini deb bergandek bo'ldi. Va ma hiya xabarun va mu'tada. Yani ma hiya degani ikkisi xabar mubtada. Ikkisi xabar mubtada bo'lib turib anda maf'ulun bi bo'ldi-ku yubayyinna. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Musa alayhisalom Allah deydi, bu shunda bir kaliki u qirimo emas. Farid degan musinna. Asli kesishdan farada degan kestirgan gap. Fariz qildi deganmi shu? Kesib bilan endi belgilab o'tdi degan bo'ldi. Wa sumiyat faridan nima uchun farida bataldi? Li'annaha faradat sinnaha ay qat'atha wa balagat akhiraha. O tishini xuddi uzib tashlab o'tgandek bu qirib ketgan. Yani farid degan qirib ketgan. Baqaratun la farid degan qirimo emas. Wala bikr degani bu bak yashma emas. Wartafa'a faridun endi la faridun dedi. La farida demadi. Li'annahu sifatun li baqar. Baqaraning sifati bo'lganligi uchun. Agar unda bo'lmagan bo'lsa la farida wala bikra deydi. La rajula fid dari degandek. La nafiya. Va balagat akhirga shu. Oxirgi umriga yetib qolgan. Tishlari tushib, ko'maklashib qolgan bo'lsa. Qarikala. Ve qavluhu ve la bikrun. Yaşma emas deydi. Bikr degan yash. Fatiya atfun alayhi. Unaga vav bilan atf qilindi. Farid emas, bikr emas. Ve yaki bikr emas demek. Awanun o'ttiral. Nasafun deb o'rtada. Bayna zalik ikkisini o'ttirda. Yani ikkisini degan uning o'ttirda debdi oyatda. Ikkisini o'ttirda bayna zalika deb. Baynahuma demadi. Baynal farid vel bikr. Yani zalik degan nima esa aş beynel farid vel bekr demek. Qari bilan yoshdan o'ttirdiroq. Qari emas, yosh emas holatga bir kaladi. Va lam yaqul bayna zaynika endi zaynika ikki narsani o'ttirdi demadi. Ma anna bayna yaqtadi shay'ayn fasadan. Bayna degan ikki narsa bo'lishini taqozo qildi-ku. Ikki ya undan jiqroq narsa bo'lsa uni o'ttirdi deydi. Masalan kishilarni o'ttirdi deymiz. Ma ikkilarni o'ttirdi deydi. Undan bir narsani o'ttirdi olmaydi. Ikki narsani o'ttirdi bo'ldi. Undan keyin bu yerda baynahuma zaynika degandek so'z ishlasa munosib bo'ladi darhol qarashga. Lekin bu yerda zalki dedi. Yana arada bayna hadal mazkur ashtilg'algan narsani o'ttirdi demoqchi.
Zeynep gelen çıkınası var. Zeyniga degan mush ishkinasi deymi? Adayni deymizmi? Adayni. Asli zami shu. Zaga ismi ishora. Kaf degan onun bir qo'shimchisi. Lil xitob deb qo'ydi. Nima? Wa qad yajri ad-damiru majra ism al-ishara fi hada. Mishada damir mo ism ishoraning o'rnida kelib qoladi deydi. Baynahu degandaka. Qala Abu Ubayda qultu li Ru'ba fi qawlihi. Abu Ubayda da tam Ru'baga bu shoirga munda dedim dedi. Bu şair müşşirini okutken. Oku bununla itiraz bildirdim demek ha. Ruba ibn al-Accaj bununla memunda dedim. Sen manda da bir şiir okupsa. Fiha hututun min sevadin ve belqin keennehu fil cildi tevli'ul bahqi. Onun da sızıklar var. Kara ve alıbaldak sızıklar etti. Kara sızıklar var, alıbaldak sızıklar. Belq diyen alıbaldak. Yani sevad ve bayat diyen oldu belq diyen. Keennehu fil cildi huddu tiride tevli'ul bahqi. Bahq degan, buhaq degan ah kesalindeydi. Teridagi ah kesalini bahq deydi. Xuddi bu ah kesaldan terida appak paqirab tug'andak, go'yoki u terida tug'an ah kesaldek deb mana she'r o'qitgan. Lekin bu yerda misol qilingan narsa savadun va balq dedi. Ikki narsa bor shundami? Ikki narsadan keyin ka'annahu dedi. Ka'annahuma demadi. Bunda deganda Abu Ubayda bu shoirga e'tiroz bildiribdi. Maq gaplar qamlashmadi dedi. Ka'annahuma deyishing kerakdi, ka'annahu deb qo'yding deb. Endi in aradtal khututa faqul ka'annaha. Agar siziqlava desang ka'annaha degan. Va in aradta sawada wal balq qara oq bunda siziqla ikki narsani demoqchi bo'lsang ka'annahuma degan. Hozir bu ka'annahu deb qo'ygan qamlashmadi desam, u shoir dediki, aradtu ka'anna zaka. Ka'annahu degandan ka'anna ashu. Ka'anna zaka deb menda maqsad qildi. Ashi ahvol yani. Ayında bo'lishi degandek. Buni qechib qutibdi ishqilib. Faf'alu ma tu'marun. Sizlardan bo'g'izlash tavqon kala yashma emas, qarama emas. Buyurilganini qattiq qilinglar. Faf'alu ma tu'marun. Men bayon qilib bo'ldik, qattiq bo'g'izlanglar dedi. Ay tu'marunahu ma tu'marunahu. Ha başa tushib qoldi. Biman tu'maruna bihi. Yani sizlar buyurilgan, o'ltirishga buyurilgan kalani o'tiringlar. Shu ishni qilinglar yoki. Ev emrakum bimana ma'murakum. Yani sizlar buyurilgan ishni qilinglar demek. Tasmiyatan lil maf'ul bil masdar. Emr degan ma'murakum. Yani sizlarning buyurilgan ishlarni, qilmoqchi bo'lgan ishlarni qilaveringlar dedi. Emr degan bu yerda buyruq ma'nosi keldi, ish degan ma'nosi keldi. Shunami? Yani farmon, Allohning farmoni bu emr. Yoki bir ish, yoki Allah ashlarni qilishni buyurgan, yani ashlar buyurilgan ish. Kadar bil emir yani madrubil emir demek. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Bulan da gachchida bo'g'izlasa, bulanga qaramamas, yashmamas qaldim birni kirib bilan gach bo'g'ilsa, ish tugaydi. Ol yana uni qiyilskanmay, ko'nglinmay, yana so'ramlik qilib, yana Rabbingga duo qilgin. Uni rangi qanday ekan so'rab qo'ygan. Mawdi'u ma raf'un, yani ma launuha deganda xuddi mubtada xabar zuqotganda ma hiya deganda. لأن معناه الاستفهام. Çünkü bir yerde sorak manası var. Ve takdiru udolana rabbaka ve lana ayyu şeyin launuha. Demek ki ma launuha hazır mubtada haber. İkisi bir cevap andı yubayinin ki maf'ulun bi, ikinci maf'ulun bi. Onun takdiri Rabbinge dua qilgin ki, so'ragin ki bizga uning rangining qandaligini bayon qilib bersin. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha. Musa alayhisalom dedi, u deydi yani Allah deydi. U shunda bir kaliki rangi sopsariq. Faqi' degan fuqu degan ashaddu ma yakun min as-sufra. Sopsariqni fuqu deymiz. Va ansafu degan ashu o'ttiral qaniq ashu sariqlikni bildirdi. Demak, uyg'oshsak sopsariq deymiz. Safra va faqi' degan ikki qism birlashtirsak sopsariq deymiz. Yuqalu fi at-tawkidi asfaru faqi'. Shuni bek ta'kidlashda bek sariq demoqchi bo'lsak sopsariq deymiz-ku. Asfaru faqi' deygan. Ve huve tevkidun li safra. Faqi degan hozir safraning yana bir tevkidi. Shu o'xshash ma'noda shu. Texmi ta'kidlab qo'yilgan. Ve laysa xabaran anil lawn. Lawnuha faqi'un demak emas. Safra'u faqi'un lawnuha. Demak safraninki bu bir xil ta'kidi sifatidek. Ikkisi bizcha an lawnuhaning xabari bo'lishi mumkin. Illa annahu irtafa'a al-lawnu bihi. Lekin bu yerda lawn ashu faqi' bilan marfu bo'lib ketdi deydi. Yani xabar bo'lib ketdi. İrtifa'l fa'il. Xuddi fa'il bir fi'l bilan irtifa qilgandek. Xuddi mashada bir beklam sirqulab ketdi degandek bir ma'no bor.
rengi bek sariq bo'lib ketgan, sap sariq narsa degandek. Fe'lning rolini o'ynaydi demoqchi. Wala farqa bayna qawlika safra'u faqi'atun va safra'u faqi'un lawnuha. Mush ikki ibaranda asas farq yo'q. Ya'ni safra'u faqi'atun desam bo'ldi, safra'u faqi'un lawnuha desam bo'ldi. Demak, bu faqi hozir lawni bilan maslashsin bo'ldi, maslashmasin bo'ldi. Wa fi zikri lawn fa'idatu tawkid. Endi rangini sap sariq deb qo'ysa rangni ifodalaydi-ku. Lekin rangi deb qo'ydi. Bu taxmo ta'kidlashda iborat. Boshqa narsa sariq deb o'ylab qolmang, rangi sariqmi. Lianna lawna ismun lilayya. Chunki rang degan bu shu taqib turqini ifodalab turgan narsa edi. Bu bo'lsa sariqlar. Fakana qila shadidatu sufra sufratuha. Ya'ni uning sariqligi intayin baklam sariq degandek. Fa min qawlika jadda jiddu. Uning kattiligi bak cho'nglab ketdi. Shan cho'nglab ketdi degandek. Jadda jiddu. Va ta'ala jadduka deymiz-ku. Jadda degan shu katta bo'ldi, ulug' bo'ldi degan gap. Ulug'liqi ulug'lab ketdi degan. Bu ham baklam ulug'lab ketdi degan. Tasurrun nazirin qarag'uvchilarni xushallantiradigan deydi. Xush qildigan. Qarasima odamga o'zir bag'ishlaydigan rangi shunda chiroyli ekan, sap sariq, oltindek. Nima uchun desa, uning husni shunda xush qilarlikki. Va surur laddatun fil qalb. Xushallik degan nima desa, bu qalbdagi bir huzur bu. Inda husul nafan aw tawaqquhi. Bir foyda etgan chaqda, ya chiroyli bir narsa qaragan chaqda, yoki yaxshi bir obdan bir foyda kelib qoldi degan chaqda odam xush bo'ldi. An Ali radhiyallohu anhu man labisa na'lan safra'a qallahmu. Ali radhiyallohu anhu unda deganlik rivoyat qilinibdi. Kimki sariq rang kiysa, uning g'am qayg'usi yengillab qoladi. Chunki oyatda tasurrun nazirin. Nima safra deb va tasurrun nadirin degan ekan, sariq rang odamning ko'nglini sal ochadigan unda nisba ekan deb unda bir yakun chiqaribdi-da buni. Sariq kiyim cheklanganda muasfar shu. Naha anlabsil muasfar deb qo'ygo. Asfar demadi, muasfar dedi. odatdami yoki ihramdami? Odatda. Odatda muasfardan chekilgan degan nima bor? Hozir shunga taqishdi bu. Qizil kiyishdan chekildigan rivoyat bor. O'zi qap-qizil kiyim kiydi degan bor. Ya'ni bu sariq kiyim chekildi degan asfarmi yo muasfarmi? Muasfar o'sqanda u asfar bo'lganmi? Biz bidatimizda chiqdimi? Ihrom bog'lagan chaqda muasfar kiyib kiyimdi. Usfur degan zarangizningki chechki. Sariq chechak. Zapaga o'xshagan chechki bor-ku? Da qizg'uch. Endi shuningda yoki ko'rkim degan narsada, zajiva degandek narsa, sariq narsada bo'yaydigan ishlatdi buni. Bo'ygandan keyin kiyimni shuni bo'ysa, sop sariq qilib, undan keyin xushbo'y bir xil puriqi burab turibdi. Xushbo'y bo'lganda ya ish qilib o'zining puriqam. Ba'zi xushbo'y deganlar bor, ba'zi xushbo'y emas deganlar. Imom Abu Hanifa xushbo'y dars kirdi deb turadi. Asfarni. Demak, unda sariq rangli kiyim kiyish bilan qizil rangli kiyishni makruh deganlar bor. Ani bunda dalillar sal bir-biriga zid kelib qolgan holim bor. Qizil kiyim kiygan holatda Rasulullohni ko'rdim deganlar bor. Qizil kiyim kiygan unudimmi shunda kelishgan go'zal bir kishini ko'rib boqmadim deganlar. Lekin endi bu bir xil makruhlik. Xuddi ma dunyoning endi bak ali bali unda kiyimga berilib ketgandek bo'lishi mumkin. Lekin kiyimning endi adamgarchilikka taqashmaydigan, xalqning nazaridan bak tushirmaydigan. Endi thiyabi shuhra, hammadan mu'mindan askiyotda hammas qaylab ketmaydigan. Bo'lsa, xalqini keys bo'l. Kul ma shi'ta wal bas ma shi'ta ma axta'atka xislatan. Ikki xislatdan sen saqlansanglar, xalqingni key. Al-israf wal makhira. Israfdan saqlansan, takabburlikdan saqlansan, xalqingni keyib yapsan bo'ldi. Ibn Abbosningki so'zi yoki Buxoriydagi hadis bu. Safra, sariq, sariq rangning bunda xususiyati bor. Hatto shu portugal rang deymiz-ku, majuz rang. Rangni shu yapilliqni tadqiq qilib, zavodda ishlaganlarning texnologiyaligi, ko'ngli xush tutib, siqilmay, ishqina jushqinlik bilan armay talmay ishlashga turtki bo'ldi ekan deb zavodni sariq bo'ygan zavod egalari bor. Bu psixik jihatdan endi tadqiq qilib, masalan, sariq rang bunda ko'ngilni ochadi. Erib qolganda, qayg'urganda his qilmaydi. Andimanda qaramtol yoki bir xil rang, tutuq ranglar odamga bir xil qayg'u boshlaydigan, arg'inlik boshlaydigan rang deb uni yoqtirmaydi. Shu gulningmi hammasining rangi ayrim ma'ni ifodalaydi. Qizil gul bir narsani ifodalaydi. Oq gul bir narsani ifodalaydi. Sariq gul bir narsani ifodalaydi. Qizil ham yaxshi ko'rishning ma'nosi, oq ixlos ma'nosi bor.
ah ko'ngillik bilan sen xiyonat qilmay bunda vafo qilaman degan ma'nosi. Seriqmi bir xil vafodorlikni bildirgan. Ayrilgan chog'da seriq qil ba'sa. Sizga vafo qilaman degan ma'noda. Lekin birinchi qatam Gulbayonni seriq qilib berib qo'yishdan aytaylik. Bu gul taqdim qilgan xalqlardan biz Uyg'urda unda emas endi gul taqdim qilgan. Masalan Moskvaga borsanglar, bu ular kasal yo'qlisin bir gol. Yani birisi uyga olsun bir gol. Yani bir narsaga hadiya olsin bir gol. Ay gullama fırdı bu xalq. Bütün bekat, hamma gul sotganlar o'tirdi. Avtobus simo metro simo shu gul ko'tarib ketib qolgan, uni başini ushtiritish mumkin. Cho'qim ular ya bir odam yo'qlashga, ya bir narsa tabriklashga mangadim. Bizda navat, qan, yeydigan narsalarni biz qahatchilikni chiqib başimizga o'tkazgandan keyin yeydigan narsani ilib o'rdigan, bak undan o'qmas kiyim-kechak rax ilib qirdigan. Endi hozir balki o'zgarganda. Tuzlu ko'targan bo'ldi hozir. Qo'l. Loq go'sh ilib bordi hozir. To'rtta. Yani shu yeydigan narsani ish ketmabdi yana. Ben rağmen çıktılar çünkü adeta bizde ülemiyden işlep kalsa ak kiyim giydi bizde. Ama Araplar kar kiyim giydi. Bu örf odatga bog'liq narsa. Islom dinida azizlar yamında kim ishlatib kelmagan. Qaysi millat o'zi xalq o'zi cheklamaydi qo'y. Ya unda bir cheklama yo'q. Alloh bog'lashi masalan. Balloq bo'lishi o shu örf odatning shu. Dinda unda bir ko'rsatma yo'q. Dindan nima aytib masalan Alloh bog'lasa men qarliq. Ya o mayli örf odat Cemani örf odati. Yani şu hazırdalıkını bildirdiğin bir belgen bu. Dinini ko'rsatmasa devamı salam örf odat. Bana aniqlashdi bağlılığında. Aniqlası oldu. Biraz Budda dinini qağın mı? Ya başka adet mi? Lekin İslam dininde onda bir ko'rsatma yo'q. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Bunun nimaligini yana bayon qilib bersin, Parvardigoringdan yana bir so'rab deb turib. Bayon qilib bo'lgandan keyin mana takrirun lis-su'ali an haliha wa sifatiha. Demak, mahi degan mahiyatdan so'mada hozir. Yani sifatidan so'radi, ko'rsatib so'g'ildi. Vastikshafun zaid ortiqcha texmo ko'chilashdan iboratmish. Yezdadu bayan lehsfa. Onun sübtini texmo aniq bilib olish uchun. Va ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam law ataradu adna baqaratin fadabahuha lakafatum. Agar oldiga shunda uchirgan qaysi bir kalini tutib bilan bo'g'izlagan bo'lsa, ash kifoya qilib tashladi. Walakin shaddadu. Lekin o'ziga o'zi chintib bular. Texmo murakkablashtirgan ekan Alloh taolo ularni murakkablashtirib qo'ydi. Chintdi. Wal istiqsa'u shuman bakadin ashrab ko'chlab so'rashmi shumliq ba istiqsa bak ko'chlab so'raverish iborat istiqshaf mana istiqsa bak chekiga yetkazib ha qasi deymiz-ku aqsa innal baqara tashabaha alayna bunda bana ko'rsatdi bu kalini biz aylanmay qoldik qasi qildi ekan qasi shu talabga loyiq shu deb biz bilinmay qoldik deb turibdi innal baqara mavsus filangan kala bit ta'vin o'rtaqlik bilan va sufra sirq bilan kathir bakjiq bu yani yeshi o'rta sirq kagini bakjiqkan shuni biz uni aylanmay qoldik qasi ekan va inna inshaalloh la muhtadun inshaalloh biz degan talabga kalini izlab tepib shuni bo'g'izlaymiz inshaalloh ilal baqaratul murad zabhuha bo'g'izlash talab qilingan kalini topamaymiz demoqchi Av ila ma xafi alayna min amril qatil. Yoki biz nimani topa olmaymiz desa, qatilning kimligini, bizga noma'lum bo'lgan qatilning kimligini bilaymiz inshaalloh. Va inna inshaalloh degan i'tiroz, jumla i'tirodiya. Shunama inna la muhtadun deganda, lekin inshaallohni orqasiga tiqib qo'ydi. Bayna ismi inna va xabariha. Endi hadis kelsa, agar ular lavlam istisno degan, inshaalloh demagan bo'lsa, bu istisno, inshaalloh degan istisno shu. Istisno qilmagan bo'lsa, lama buyinat lahum akhiral abad. Abadga qadar u kalning qazkanligi ular uqolmayib ketdi. Lekin inshaallohning barakati bilan oxiri u kalni topdi. Bo'g'izlab shuni nuqlashga muyassar bo'ldi. Bo'lmasa, demagan bo'lsa inshaallohni oxiratga qadar mangu topolmagan bo'ldi. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. Musa aleyhisselam dedi, u deydi yani Allah deydi, u şunda bir kaliki zalul degan baklanmalıqı, ig'ir ish qilingan, xar qilingan, mandam emas. Yani ag'dirdigan deydi. Ya ag'dirdigan japaliq ish qilinib izlib ketgan kalima emas deydi. Zalul degan baqaraning sifati. Bima'na baqaratun g'ayru zalul. La bo'lgan ekan g'ayru zalul dedim. Baklam ish izletgan manda kala emas deydi. Yani lam tudallal lil kirabi va itharatul ard. Yani ya ag'dirishqa unda ishlatilmagan demakchi. Kirab degan japaliq
kirab deganni shu harf Kurba degan. shundaroq ma'no bo'lsa kirab degan o'sha o'rib cho'rib ha o'ntay qilishganda zimni o'rib turdi-ku bu kalilgan zimni ag'dirib undan ya terishga tayyorlab turdi yo'q shunda ish qilinib baklamda har qilinmagan wala tasqil harf ziminni sug'urishga ishlatilmagan edi suvamaydigan wala hiya minan nawadih nadih degan shu quduqdan suv tatib etizliq suvapirib quydigan allati yusanna alayha ya'ni yusanna degan bog'landi suv to'shadigan tugining ustiga ay suv qachlangan narsa bog'landi ko'za to'nga chirak degandek o ziminni sug'urishda suv qisiyada shunda tugida suv to'shib madinada unda qilibdi sug'urtdi bog'larni wala al-ula nafiya la dalulun deganda bu nafiya ikkinchisi bu tavkid ya'ni xuddi takrorlagandek shuna lani ya unda emas ya bunda emas deganda لأن المعنى لا ذلول تثير الأرض أي تقلبها للزراعة يعني زمن أغدرغان إيش إزبت مجان يعني وتسقل الحرث yana ziraatlarni sug'amaydigan degan. Lekin lani ikkinchi qilib wala tasqil har deb akaldi dedi. Ta'kidlash uchun. Ala anna al-fi'layn sifatan lidalul. O'sha ishkili fe'l tuthirul ardolan tasqil har ishkili ise dalulning sifati. Bu dalul emasda qandati esa, qanda dalul emasda ya ag'dirdigan unda zalamas. Ziraatni sug'urdigan unda ish qisilmagan demakchi. Kannahu qila la dalula muthiratun wa saqiyatun. Sug'urdigan ham ag'dirgan unda ish qilinib izilmagan musallamatun aybdan saqlangan degan musallama salomat qilingan anil uyubi va atharil amal ayb nuqsondan ishning yig'ilirdan chiqsagan ekan bular bog'lagan narsa ortqan yig'ilib ketadi surilib ketadi shunda izmi yo'q saq chiroyli turgan la shiyata fiha albaldak unda alqara unda boshqa rang yo'q demakchi chupaliq o'zining rangidan boshqa rang olsin deydi. Sidan bo'lsa, bu hammasi bir xil bo'ldi. Agar undan boshqa bir rang olsa, alatag'il, alachpa degandek. Unda alachpalik, alatag'illik yo'q. Hammasi bir sidan bilan bir rangda, sopsariq. La lum'a fi naqbatiha. Naqba degan bir xil kama deganim bildirdim. Fanaqabu fil bilad. Naqab degan ko'lab kama qilgan. Bu yerda badaniga o'ydan chiquvlarning rangi boshqacha bo'ldi-ku. Shuni ko'z chiqqan bo'lishi mumkin. Shunda ba'zi alamda uningdan boshqa rang yo'q, sopsariq rang ekan. Hamma yer sopsariq ekan. Odat bir xil sidan bo'lgan molning unda ba'zi yerlari boshqa rang bo'ldi-ku, qo'ltiq taraflari masalan, u yerlari. Lekin bu sidam ekan. Ba'zi putimo masalan oqlab qoldi, o'zi boshqa rangda bo'lsin. Lekin bu hech qanday bir yer boshqacha bir rangda paqrab turadigan yer yo'q ekan. Serqlam ekan. فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها حتى كاشو موز مسرح كان منا تويق مسرح كان وهي في الأصل مصدر وشاه شيا ديان أصله بو وشاه ديان نكى مصدر خد وعدا ساكن عدادة بشكلها وشاء وشيا وشية مكشية بشكلها لا شيا إذا خلط بلونه لون آخر rengiga boshqa bir rang aralashsa shay bo'ldi bu. Alchipa, alqara, alatag'il deganda. Qalul ana ji'ta bil haqa. Mana unda haqiqiy va haqni anda akaldim mana. Abamning haqni kam o'tgan. Haqiqiy yaraydigan gapni qildim deganda. Ay bi haqiqati vasful baqara. Kalni haqiqiy sifatlaydigan gapni qildim mana. Va ma baqiya ishkalun fi amriha. Uning masalasida hech qanday tushunilmaslik qolmadim dedi. Cita, yani cita degan so'zni va shunga o'xshagan tom masalan, naka degandagi, mushunda kagallam fe'lni hamzasidan o'qitibdi Abu Amr degan qari. Cita. Fadabahuha. Ular mana hamda haqni deb gachchidi, bo'g'izladi. Fahasalul baqaratal jami'ata li hadhihi al-awsaf. Yani ular shu gapni anglagandan keyin mushunda sifatlik kalidin birini tepib bütün aytilgan sifatning hammasi tepilgan bir kalni tepib bo'g'izladi dedi. Va ma kadu yafalun lekin bo'g'izladi-yu, lekin tas qoldi bo'lanmagan. Yoki bo'g'izlamay qoldi. Qinmay qoldi, tas qoldi dedi. Aran bo'g'izladi. Chunki ularga bak tas keldi bo'g'izlashmi. Unda kalni tepishgan unda o'zim shu kejlik qilib, har xil so'ramlik qilib, so'rab baqdi. Keyin oxiri murakkablashgan sir topolmaymi qishnaldi. Lekin oxiri topdi. Inshaalloh deyalik uchun balki shuning uchun topgan. Ashunda subtva kalidan birga erishdi, topdi ular. İzdab so'rab qoladi, bunda bir kalva deb topdi. Andan bo'g'izladi. Lekin bo'g'izlayolmay qoldi, tas qoldi.
Nima uchun? Ya uning bahsi bak o'rolib ketganlik uchun, yoki rasvochilikdan qo'rqanlik uchun. Kalin bo'g'izlaydi ma'qul. Bo'g'izlagan ekan u go'shini vaqtida o'lakka ursaq, falani o'tadi desa, ishkaylan ashkar bo'lib qoldi. Rasvochilik. Shu bo'lar pul chiqarolmay bundan so'rabdi. Rasvochilikdan dedi fi zuhuri al-qatil. Qatil ashkar bo'lib qolsa rasvochilik bo'ladi. Rivayet qilinishicha, Davkan fi Bani Isroil shayxun solih. Yaxshi bir odam ekan, aqsaqol ekan. Lahu ijlatun. Bir shimozi ekan deylar. Fata bihal g'ayda. G'ayda degan unda bir ishliqlar, ko'l bo'yi degandek ekan. Daraxtliq ko'l bo'yi, daraxtzorliq, suv bo'yi, ko'l bo'yi, suvdan ishib, daraxtni yeb qiladigan bir ekan. Suvi bor, yeshilliqmi bor. Shu kelib qo'yib turibdi-da bu muzini. Va qala Allohumma inni astawda'tukaha libni. Ey Allah, men uni balam uchun sana amonat topshirdim debdi. Bir mo'zaynamda bu odam ma'lum ketib qolsam, bu balam kichik, ani boshqa qaqti so'qti kirib qatmasin. Mush balam cho'ng'andi, shuni foydalansin deb Allohga amonat topshirdi. Va kana barram bi validay. Endi u balasimi atasini yaxshilik qilgan bola ekan. Fashabbatul baqara shundan bu kala, yo'g'an kalolab o'sib yetilibdi. Ve kânet min ahsanil baqarna bek çıraylık yani kallanın içinde en çıraylık iken en kımmeti birisi soda kılıp alayı dese en kımmeti iken de fesavamuha al yetim o yetim baladın ken yetim baladı çoğun oğanda belki çoğun oğan iken şu balın müşvakadı kalıp boğuzlaş buyurulğalla şula sodilişipti bu yetim bala şu aksakalının balısı bilen ve ummehu o aksakalının ayalı yani o yetim balının anısı varken demek bu tul xotin bilan yetim bala kaptıken İkisinden soruluştu. Hatta iştaravha bimel'i meskiha zahaban. Aşının terisiga qanchalik altın sığsa, shunchalik altın birimiz de qapti. Bir teri deganga hamda balki 1 kilo altın sığdi. Altınga eg'ir, kichik narsa eg'ir kildi. Mesk degan terisi. Ve kanatul baqara izzaka bi 3 dananir. Shu chaqda 3 tillaga qalaverdi ekan. 3 tillar degan hozir 14 gram altın. Hozirmi yaqin ekan. وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة 40 سنة. Aşında sıfatlı kalını 40 yıl izlebtken bula. İzdep tapamay 40 yıl izleyen gep. Aşırtmayan gep de Allah Teala. Hani bu şey rivayet kayını 40 yıl hem 40 yıl izledim o ya ki 40 ay ya ki 40 gün izledim o Allah alam. Ve hâzel beyanu min kabili takyidil mutlak fekâne neshan. Bayanım demiş. Şöyle bir bayan geldi o. Anda bayan kalını bir bakara dedi. Bakar dinki anımanda bakara, unda bakara, sapsarık bakara, yeşil orta bakara dedi o. Demek başta mutlaktı bu. Bakara, mutlak. Keyin andan takyid qildidan. Kullama zadal qayd qalla ma sadaq. Mantiq qoidasi bu. Qaydni avtgan sira aniga tushadigan narsa aziydi. Masalan, bu maktabga qabul qilgan kishini Uyg'ur bo'lish kerak, yeshimanchi bo'lish kerak, o'g'il bola bo'lish kerak, to'y qilmagan bo'lish kerak, manda diplom bo'lish kerak degan sir qitiversan aşağı tıblı adam aziyverdi. Qancha ders qatqansa aziydi o. Demek müşahede kala, birlam kala deganda qanday kala o'z bo'ldi. Bütün kala tushdi. Ondan safra degandan boshqalarni izish ketdi. Demek azayqil to'da bo'ladi. Demek bu nasx deganni burunqa olimlar nasx deganni taxsis ma'nosida ishlatadi. Nasx degan biz darhol kalamizga qildigan bunda bir hukm borda uni butun amaldan qoldirib bilan boshqani dastlabdi degan emas. Ya'ni uningki bir qismini mayan qarib qo'yib, bir qismini hesap qilgan. Bunda taxsis qilishni nasx deb ataydi. Demak bu nasxda. Buni demas qizil kalini, qora kalini, boshqa olchipa kalini chiqaryapti-ku. Ani qirisini chiqaryapti, yashini chiqaryapti. Demak mishal mutlaq mishal am keldi baqara deb. Va taqid safra la shiyata awan yandak ba'zini chiqaryapti. Va nasxu qabla al-fi'l jaizun. Endi bu olimlar o'tirda bir narsa buyurib, bu ishni qilib bo'g'icha, g'achchiz uni amaldan qoldirasi bo'lamdi, bo'lmamdi degan talash tartib. Keyin uni bu bandada ijro qilib qo'yishdan ilgari g'achchida boshqa hukmga o'zgartirasi bo'lamdi, bo'lmamdi dedi. Ya'ni ayda qilish shariatda joizmi, joiz emasmi? Shariatda joiz, endi voqea emasmi deb uni talash tartib qildi. Buni qiyos qilsak bo'ladi. 3 dinar qilni hozir netlik uni zodi unda qimmat sotib olgan odam shunda qimmati bo'lganlik uchun sotib oladi uni. Ya mesela Max qo'y deb uni 100 ming qo'yga olsa erishi mumkin. Nasli, sorti, ahallallohu al-bay' va harrama riba. Bunda da qo'ygan cho'qim manda ba'zi setishing kerak degan cheklim yo'q. O'zing ba'zi ahol qilib sotsan, mana yuqori satsan, unda hech qanday cheklim yo'q. Chunki yuqori odam shunda foydalanish ko'zi oldi. Rasululloh otning zakatini rishni qo'qilayotgan. Afautu lakum an sadaqatul khayl va raqiq degan. Yani atın zakat almagan. Çünkü atamda sağlığı cihat işletdi. Yani çıkamasdı.
Avaptı onu atının zekten lücumunu hesablamayla dep onu kallıdan koydun tügüdün algan. Keyin Hazreti Ömer'nin vaqti kelgan chaqda, haligi ya Allohimni munniya degan sahabi bir at minib kelganda, bir atning da 500 tillag'imi, 5000 tillag'imi alganning gapini qildi ekanda. Andiki o sizning jutoningdan bir atni munda alamda, sen alada. Unda zekatini bersan bo'ldi ekan. O burun atni shu 2 tillag'a satibdi. At jiqamasdi bir odamda bir aliya bir at var ya yo'q. Cihat chiqqan chaqdimi 50-60 kishi atliq bo'lsa, necha ming kishi pishadiydi. Masalan, Badr, Uhud tashlanda atliqni ya ikkisi ya uni 60 deydigan nima var? Unda bir yerimi degandek unda atliq emas. At bak so'g'an ekan, zakat olmagan. Keyin Hazrat Umar at avop, ondan har pulli qatl bo'lgan rasmiy iqtisod manbasi bo'lgan chaqda har bir atqa bir tillardan zakat belgilagan. Müşahittim hazır mana bir kalene 400 kilo oltin satsam caiz oldu mana dedi. Resulullah'ın altını bir sahabege bir tillaga koya keldiyse, tilla koyulup keyin birisini bir tilla satıp bir koyulum tillarni ko'tarib kelgan qo'y. Demak, ikki sattı onu. Bir koyulum bo'ldi qo'yni, caiz oldu qo'y. İnsafsizlik bu demedi mi? Faydada onda cheklama yo'q. 5%dan eşip ketmaslik, 10% eşip ketmaslik degan cheklama yo'q. Bu bazarninki şu ekspresosu qarab nima qildim. Faqatlam ihtikor qilish, monopol qilishda bu chaqdan musulmonlar baklam ehtiyoj va shu tovar bo'lmasa musulmonning turmush baqishini qilgan shu odamning qo'lidan boshqa yerdan chiqmaydigan bu. Bo'lsa g'atchini buni bostirib etib, ba'zi narsa nechasi qilib sotaman deb aytasiz. Bu guna oldu. Rasululloh mahtakirgalarni degan qo'y. Al-mahtakiru xati degan. Nima shuningdan boshqa ahvolda qanday asas bo'ladi? والنسخ قبل الفعل جائز وكذا قبل التمكن منه عندنا خلافا للمعتزلة. المعتزلة الله تعالى bir ishni buyurib, uni taqiq bo'g'icha qilishni ilgari g'atchida amaldan qoldirib deb tasdiq qilish joiz emas. Nima uchun joiz emas degan mu'tazilalar esa, chunki bu Alloh taolo burun uni bilmay qilib, keyin biz qilmay qolganchada qilish ilgari andin buni qilmaygan deb keyin bilgan degan buda deydi-ku. Burun ma'lum bo'lmagan, keyin oshkor bo'lgan narsa. Alloh taolo u buda ulab qoldi. Bu chaqda Alloh taolaning bundan tanzih qilishimiz kerak. Bu chaqda joiz emas. Lekin u amaliyotda bak aqmaydi. Nima uchun? Bir narsani buyurish degan cho'qim qildirishni buyuruydi. Yoki unda qilishga bir inja chiqamdi, buni tamshilamdi, uni hukpak uchun nima qildi? Tomorini tutib qish va, her xil nima bunda bir imkonsini hukpak uchunmi deb baqadi. Demak, bu ahli sunnatning qarashida shunday joiz. Va nasxu qabla al-fi'l joiz va qabla at-tamakkun aydan joiz. Va iz qataltum nafsan, ya'ni aslanlarki bir vaqtni sizlar bir insonni o'ldirayotgan. Ashi vaqaning beshini bayon qildimda. Endi o'ldirayotganda bir kala bo'g'izlashga buyurgan. Shuning beshini aslanlar deydi. Bi taqdir va zikru khutibatul jama'atu li wujudil qatl fihim. Endi jamoat xitob qilindi. Hadi qataltum deb, nima uchun desa, chunki shularning orasida bir o'lim vaqasi bo'ldi. Sizlar bir insonni o'ldirib soldinglar, yani. Faddaratum fiha, yani bu yerda talash-tarash qilib, bir-birini do'ngishib, bir-bilan jidallashdinglar deydi. Li'annal mutakhasimin yadra'u ba'duhum ba'da. O'tirish jinoyatini bir-biriga do'ngab qo'ydi deydi. Ittirib qo'ydi. Ittirishdan iborat. Al-hudud tudra'u bish-shubhat. Shubhalan hududni nari ittiritmiz. Ittirildi deydi-ku. Demak, o'shada bir-birini do'ngab ittirib etdi. Ay yadfa'man ittirdi degan. Aw tadafa'tum bima'na taraha qatlaha ba'dukum ala ba'd. Ashu insonni nafsini qatlaha degan, ashu qatl nafs ashu. İnsonni o'tirishni biringlarning ustiga tashlab qo'ydi. Uning ustiga atgan, bu buning ustiga atib qo'ydi. Tadafa'tum degan. Fayfal matruh alay ustiga jinoyat tashlim qilgan odam qanday qildi? Tashlag'uchini nerishtirdi. Men nerda o'tiribman deb. Tushunami? Awliyanna tarha fi nafsi daf'a. Yoki tashlab qo'yishning o'zimi bir xil ittirishim. Va asluhu tadara'tum. Asli iddaratumning tegi takdi nimitda tadara'tumta. Thumma radu takhfif faqallabu ta'a dalan. Ta'ni dal harfiga o'zgarib dadara'tum dedi. Litasira min jinsi dallati hiya fa'il kalima ana. Dadara'tum bo'ldi. Dadara'tum o'rniga idom qilish mumkin. Dani dal imzo idda degil bo'ldi dedi. Thumma sakanu dal. Birinci dalni sakin qilibdi. Idg'om qilish uchun sakin bo'lmasa bo'lmaydi. Ayyakuna al-awwal sakin wa zidat hamzatul was. Oldiganda didaratumni oldiga alifni akilib iddaratum dedi.
Lenne la yumkinu ibtida bis sakin. Didaratumda sakindan başlamagan ekan, hamzilik, kasrlik yoki hamzidan birini ekeldi. Faddaratum bi g'ayri hamz Abu Amr. Abu Amr hamda dara demay, ra demay, ratum. Hamzisiz yo'q. Deganda bu munda bu o'zimiz chiqarib olgan keyinchi sarfshunos chiqarib olgan qoida. Bu arablar aslida bo'lgan nima qilgancha munda qildik deb unda nimani o'ylab qilgan narsa emas. Lekin munda bir qoida bekitib, mush qonuniyat bo'yicha bo'lgan deb faraz qilishdi. Bo'lmasa burun qaysi mush arab tilini nima qilgan chaqda munda bo'lgan ma qulbat alifan zidat degan gapni chim qilib o'tiribdi ekan. O'zi chiqarib olgan gap bu. Qachon o'zgardi? Shu qachon o'zgardi? Bu shu asli lug'at bekitilgandan keyin so'z isib tadaratumda kelib andin g'achchida iddaratumda o'zgarib qolgan bu. Ya'ni ishlatish jarayonida qolaylik uchun tadaratum deganda iddaratum desa asarroq bo'ldi. Xuddi masalan hozir nurg'un so'zini o'zgartirdik-ku. Kashgar deganda Qashqar deyapti. Qachon o'zgardi? Ma'lum bir jarayonda, ha? Shunga o'xshash. Uyg'ur tilimi jiq o'zgarib ketdi hozir. O'zgardi nima uchun? Anda bir tilga gap qoldigan bo'g'achqa, menda bir ishon o'zgarib ketdi. Lekin uni biz ham qilib tushirib menda o'zgartirdik deb yasab chiqmadi. Jamiyatda shunda ishlatish jarayonida o'zgardi. Ammo sarfshunos keyin necha asr keyin kelib, yo'q bu munda qonuniyat bilan deb hammani istiqro qilish orqali bir qoida bekitib chiqib, munda tariqada o'zgargan bo'lishi mumkin deb o'ylab boqqan. Keyin hamda amma degan so'z shu adabiy til bo'lib qoldi bu. Uyg'ur tiliga nima bo'lib qoldi? Asli bu degan so'z qildi bu almadi munda bo'lib chiqdi. Yoki ay divan lug'at turkda munda kelgan. Hozir munda o'zgardi. Mesela elip ketdi deysa, yozgan elip ketdi yozmaymiz. Elip ketdi. Ya. Aslida mujna surish qilmas. Vallohu mukhrijum ma kuntum taktumun. Endi Alloh sizlar yushuganni chiqaruvchidir, izhar qiluvchidir. Min amril qatl la yatrukuhu maktuman. Unda maxfiy holatda qo'yib qo'ymaydi. Yushirin holatda qo'yib qo'ymay, chuqum o'tirib chiqirdi. Wa a'mala mukhrijun ala hikayat ma kana mustaqbilan fi vaqti tadarruk. Demak, aşağıda bir-biriga dengashgan chaqqa nisbatan kelajak bo'lgan narsani hikoya qilib o'tib, andin kelajakda chiqirdiganligini bildiradigan holatda ishladi dedi. Mukhrijun degan, ha? Chiqaruvchi degan hozir emas, ya'ni bundan keyin deganda. Wa hadhihi al-jumla i'tiradun bayna al-ma'tuf wal-ma'tuf alayhi. Wa huma iddaratum wa faqulna. Faqulna bilan iddaratning o'ttirisida jumla mu'tirada bo'lib keldi. Sizlar bir insonni o'ttirib bir-biringlarga döngashtinglar. Döngashgan ekan bizning dedik, faqulna dirbu. Uni akalning pachqiga uringlar dedik. Lekin bu gapni o'ttirgan Alloh taolo sizni yo'shigandan chiqirdi. Bundan keyin chiqirdi, taqaldirmanglar deb gapni qistirib qo'ydi dedi. Faqulna shundan biz dedik, dirbu uni uringlar. Uni degan, u deganki damir nimaga qaytdi? Shu ulakka. Ulakni uringlar. Ve tezkiru bi ta'vil ash-shakhs wal insan. Bu yerda muzakkar keltirdi. Dirbuhu dedi ama ba'zida ha deb keldi, ya'ni muannas keltirdi insonga. Bu yerda muzakkar keltirishda bu inson ya shaxs degan menda nimani ko'z tutqanlik. Agar nafsni o'qimoqchi bo'lsa, muannas ya ayyatuhan nafs. Shu odatda mesela inni uiduha bika wa zurriyataha min ash-shaytonir rajim desak, aziz o'g'illigimi deymiz shuni. İnni uiduha o'g'illigimi? Qizon emas, o'g'ilg'adir. Alloh taoladan da shayton rajimning sharridan saqlag'in deb sen bilan panolandirman dedi-ku. Uiduha bika va zurriyataha min ash-shayton rajim degan ha deb ishlatdik. Ayol kishiga ishlatgan ishlatdim. Nima uchun? Yani nafs ya ayyatuhan nafs irji'i deydi. Muannas o'zi muzakkar o'zi. Ishga ishlaydi. Degan bu yerda inson, shaxs degan ko'z tutilgan bo'lg'achqa ya ash adamni, rajulni degandek bunda ko'z tutgan bo'g'achqa hu dedi. Aw ilal qatilan ulak. Lima dalla alayhi ma kuntum taktumun. Sizlar shu g'anni o'tirib chiqirdi deganlar, ya'ni o'lim jinoyatida qotilni yo'shug'anligiga uchun ya'ni kim o'lim vaqasi o'ltirilgan kishiga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bibadaha demak o'lakni o'ltirilgan kishini shu kalining bir parchasiga uringlar dedi. U bo'lsa til ekan, tilga uringlar debgan. O'lakni nisbatan tilga urdigan. Aw faqdiyal yuma yoki o'ng yo'tisqa yoki ajbuha quyruqininki uchiga, umurtqisining uchiga. Ajbuzzam deymiz-ku, umurtqisining eng oxirgi nuqtasini ajbuzzam deymiz. Wal ma'na
fadarabuhu. Demek müşerrin bir kısqartış var. Şuna mında desek, u de. Ma'na kelgan chaqda bular ijro qildilar. Turanlabdiq u de. Şo'lan aş o'lak yashab qopdi deydi. Fa hudifa zalika lidalalati kadalika yuhillahu mauta. Yani kadalika yuhillahu mauta. Allah Taala o'laklarni ashunda tirildirdi. degan söz uni urib tutgan tirildiribdi. Anda Allah Taala manda degan manda mazmunni ifodalagan bo'lg'achqa ani qisqartirdi. Ruyan lamma darabuhu qama bi idnillahi taala. Rivoyat qilinishicha ular uni urgan chaqda u Alloh taolaning shu amri bilan izni bilan darhol gachchi qo'pabdi inson. O'ltirilgan insoncho. Va qala qatalani fulan va fulanun libnay ammihi. Men falan o'tadi deb shu ikki tag'isining o'g'liga otibdi uni. Summa saqata mayta. Andigan bo'kka tushib o'libdi. Fa ukhida va qutila. Shunlar ular uning o'rnida qisosan o'ltirilibdi. Valam yuras qatilun ba'da dalik. Shundan keyin miras qoldiruvchini o'ttirayotgan mirasxo'r miras ammagan teri. Shuningdan tap. La mirata li qatil. Va qawluhu kadhalika yuhillahu al-mauta degan so'zi imma yakun xitoban lil munkirin fi zaman nabiy sallallohu alayhi vasallam. Balki payg'ambar zamonida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida inkor qilgan mushriklarga qarata xitob bo'lishi mumkin. Ma vaqani ko'rdingmi? Yani Allah Taala qiyomat kuni shu o'laklarni ashunda tirildigandek, yani tirildirdi deb qayta tirildirishni inkor qilganlarga qarata xitob bo'lishi mumkin deydi. Va imma yakuna xitoban lillazina hadaru hayatal qatil. Yani shu chaqdagi shu so'ringa hozir bo'lganlarga qarata bo'lishi mumkin. Bima'na va qulna lahum kadalika uhlan. Yani shularga ashunda dedik degan bo'lishi mumkin. Lekin bu Rasululloh zamonida mushriklar qartagan gap bo'lishi mumkin. Endi ertadanki ertamam degan, endi ertada ve yurikum ayatihi. Yani sizlarga mo'jizalarini ko'rsatdi. Uning hamma narsaga qodir ekanligini isbotlaydigan dalillarni. La'allakum taqilun. Balki sizlar mushu orqali aqlingizni ishlatib qolsangiz ajib emas. Fatamaluna ada qadiyata uqulikum. Aqlinglarning taqozosi bo'yicha ish qilib qolsanglar balki kashki. Va ya anna man qadara ala ihya'i nafsin wahida. Yani u bo'lsa-mo deydi, aqlinglarning taqozosi dedi. Aql qanday taqozo qildi? Bir nafsni, bir jonni ihya qilish qodir bo'lgan zot barliq insonlarni ihya qilish qodirdir. Chunki hammasi shunga o'xshash, bir inson o'xshash. Birini yaratadigan ekan, tirildiradigan ekan, yani uni o'xshashini tirildiradi. Aql shuni taqozo qiladi deydi. Man qadara ala ihya'i nafs. Demak, ashyoda bir o'likni tirildimi Alloh taolo. Unda keyin butun insonni qabrdan qo'polgan chaqda tirildirib qo'parish qodir bo'la oladi deganini bildirdi. Aqlni ishlatsa shunda mazmun chiqadi deydi. Li adamil ixtisos. Chunki bu yerda bir insondan bir inson alohida bunda farqlanadigan murakkab ahvol bormi? Yo'q, o'xshash. Wal hikmatu fi zabhil baqara. Amda bu kalini bo'g'izlash ve onun şu kalının bir parçası uruş değil insanla. Bunun da hikmet ne ma? Onda Allah Taala onda kılıcımız gaççı tirildirip falan onu ötleri digzel etti o. Hem için aslında jaryanını kıldı da. Yani vasıtsız hayatlık belirleşke kadir turuqluq. Nem için aslında jaryanını kıldı da. Hikmet bir de el-iş'ar. Bi husn taqdimul qurba ala talab. Xuddi bir adam bendiler bir irşaddek, yol göstergandek. Siz bir narsa talab qilgan chaqda, adamda bir sadaqa qilib, bir yaqinchilik bir ibodat qilib, yaxshi ishni bizni qilib o'tib turib, mayli Qur'on o'qiylar, boshqa yaxshi ishni qillar, degandan duo qilsak ijobat bo'lishga yaqin. Demak, unda misol hikmat nima desa, savol so'rgan chaqda, bir narsa talab qilgan chaqda, bir yaqinchilik bir ibodat qilib o'tib, andan qilsang taxmu bu loyiq. Şuna biz Allah Teala'ga dua qilgan chaqda qattiq dua qilmaymiz. Yani adab qoidasi bor duoning. Hamdu sana o'qiymiz, Rasululloh durud o'qiymiz. Undan keyin bu yerda hikmat nimada faraz qilib qo'yibdi. Balki hikmat bizga bunda qurbonlik shuni o'tib, ondan tilaganini tilashni o'tishda iborat bo'lishi mumkin. Bu irshad deganda ekan. Abrayat irshad dedi-ku. Va ta'limul ibadi mana bandalarga o'rgatish, tarkit tashdid fil umur. İşlarda Yahudining aşı jarayonini bayon qilish orqali sizlar bunda ko'chlab, gijinlik qilib, murakkablashtirib bunda qilmanglar deb o'rgatyapti deydi. Ma'bak so'z gapmi? Val musara ila imtithal awamirillah mana. Alloh taolo buyurgan ekan, hozirmi masalan, unda istiba, manda desa ba'zilar bu nima shundan qilganligini qilib, gach amal qilmay, uni ko'chida o'ltirdi. Bu shu oyatda ayblangan narsa shunda. Allah buyuribdi-mi? Allah'ning buyurganligi shu sahih hadis bilan keldimi? Gachchi qilsang bo'ldi.
Yani sizin kallangda o'tsin o'tmasin. Min g'ayri taftish mana ko'chilamay va takthir sual. Sual so'rab murakkablashtirma va g'ayri zalik. Va qila innama umiru bi dhabhil baqara dun g'ayriha min al bahaim. Nima uchun kala bo'g'izlash buyurilganda boshqa qo'y yo tuga bundan azil bo'g'izlash buyurilmay. Har xil tahlil qilib o'ylaydigan odam chiqadigan-da. Bunda savol so'raydiganlar bor. Unda o'tirib nima uchun kalni qilganda deb o'ylab bakab bunda javob beribdim. Lianna afdal qarabinin ularning shu chaqdi xalqninki eng afzal qurbonligi qal ekan. Hozir bu afzal qurbonligimda. Ma'rifning tuga bizning kalash. Va li ibadatihim al-ijlamana eng yamayir chiqdi. Nima uchun ular ashkalni ibodat qilgan qavmda burun Samiri ejildimizni hesapladigan. Aynda bo'lgan ekan ashularga ashu qalduq qiliqqa ta'siratning butun jildini qo'mirab kesib yo'qotish uchun, ya'ni o qaladigan bu unda o'ltirilgan bo'g'izlangan narsa u iloh bo'lish yo'qtab, yana bir taklif etish uchun qalin tanlagan deb bo'lgan. Yomon gapgan. Fa aradallohu taala yuhawwina ma'budahum. Demak ular burungi bir zamonda ma'bud qilib olgan ashu narsani naytdi, aqaratlab Kain yo'qligini izhor qilib qo'yishni xohlagan deydi. Wa kana yanbaghi yuqaddama zikral qatil va darb ba'd al-baqara ala al-amr bi dhabha. Biz bayatni degandek, oldidan bir inson o'ltirilibdi. Bundan keyin bunda buyurdik deb, insonni o'ltirisi boshqa kelish kerak shunama. Lekin bu yerda keyin keldi. Wa an yuqala wa id qataltum nafsan fadaratum fiha faqulna nadbahu baqaratan wa dribuhu bi ba'dha. Manda kasa odatda voqeaning jarayoni normal keldi deydi. Walakinnahu ta'ala innama قصص بني إسرائيل تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقطيعا لهم عليها. Lekin Allah Taala Bani İsrail'nin qissalarını, ularning aşıp qilmishlarini, jinoyatlarini bir-birlab sanab beradi hozir. Miyada bunda chataq chiqadinglar, miyada bunda osiylik qildinglar, miyada bunda chekdan ochdinglar deb sanab kelayotgan bo'lgan ekan, ularga har birida bir qatim kayish tariqasida kelgan ekan. Ve hatanul qissatan bu ikki vaqalik bir-biriga tutash amaliyotda bir vaqa bo'lsa-mu, lekin ayrim jinoyat hisobida deydi. Shu ayrim uningga kayishga loyiq bir ish deydi. Yani adam o'tirishning o'zi bir kayishga loyiq. Endi menda qil deb buyursa, uning unimay gijinlik qilib turish bir jinoyat, kayishga loyiq ish. Fal ula li taqri'ihim ala al-istihza wa tark musara al-imtithal wa ma yatba'u zalik. Yo'q, birinchisi ularning shu masxara qilganligi derhal icra qilmaganligi va shunga o'xshash gijinlik qilib turganligiga kayishdi, taqri'in. İkincisi şu, littaqri alaqatun nafsil muharrama. O'tirash, haram qilgan begunoh bir nafsni, bir jonni o'tirash uchun kayishdan iborat. Va ma tabi'ahu min al-ayatil azima. Va undan keyingi bo'lgan shu mo'jizalik oldiga, shuning cho'ngligini va innama quddimat qissatul amri bi dhabhil baqara ala zikril qatil. Nima uchun ma'noda ma ilgari bayon qilindi? Li'annahu law amila ala aksi. Agar voqeaning jarayoni bo'yicha bayon qilgan bo'lsa, aksi holatda uçada bir qissolab qilib, xuddi o'lining jinoyati bir jinoyatdek bo'lib qoldi. Hozir mana ikki jinoyat. Kayishni ikki qitim kayish bo'lmay, bir qitim kayish bo'lib qoldi. Va laqad ru'iyat nuqtatun ba'dama istu'nifat ath-thaniya istinaf qissatin bi ra'siha. Bu yerda ikkinchi vaqa, birinchi vaqadan ayrim bir qissadak yangi boshlangan chaqda, bu yerda bir nuqtaga rioya qilinganday. Yangichki bir foydaga. Bunda degan yangichki foyda degan bo'ldi. En usilat bil ula bi damiril baqara. Lekin ikkisini ayirib qo'ygan bilan, bu yerda damiril baqara bilan tutashtiradi ikkisini yana. Bir zanjir va o'tirdi. Faqulna dribuhu bi ba'diha dizgo, bi ba'diha. Bu yerda baqaraning gapi chiqmagan. Agar ma istinaf qildi desa, va qataltum nafsan deb boshladi ikkinisini. Ya baqaraning gapi bormi? Lekin bi ba'diha degan shuning kalini bir parcha bilan dedi. Undan keyin ikkisini tutashtirib qo'ydi dedi. Bidamir baqar la bismiha sarih bi ba'dil baqara demadi bi ba'diha degandan keyin yana tutashdi. Fi qawlihi idribuhu bi ba'diha li yu'lama annahuma qissatan. Yada ilgirikning qilishda ikki qissa deb akilib, lekin o'ttirini yana la tutashtirib qo'ydi. Kayish jihatdan ikki qissa. Lekin damirni akib qo'yganlik jihatdan bir qissa bo'ldi. Va qila hadhihi al-qissa tushiru ila anna man arada ihya'a qalbihi bil mushahadat falyumit nafsahu bi anwa'il mujahadat. Bu hamda tasavvuf tariqasida qilingan tafsir var. Nima deyilibdi? Bu oyatda bunda bir ishorat bor. Yani tafsiril ishariy mavozir. Kimki dilini ko'rgan narsalar ihyo qilmoqchi bo'ladi ekan, o'zining nafsini, ya'ni o'sha
El-ammara bis-su deydi. Havai heves, ayında tamaku nefsini türlük çiniqishlar orqali o'ttirmasi bo'ldi. Qattiq chiniq turib boshini halaq qilibsa bo'ladi deyilibdi. Bunda bir ishorat chiqarib deb bakkan tafsiri. Müşahede degan sen ko'zingdan ko'rgan narsa orqali qalbingni yashatmoqchi bo'lsang, joda nafsingni mujahada bilan chiniqish orqali nafsingdan qutul demoqchi. Nafs balasunmay. Nafs degan müşahada yomonlik buyurilgan. Har xil shahvoniy kuchni ko'rsatadi. Nafsul ammara bis-su. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم والله أعلم بالصواب.